Assalomu alaykum azizlar. Shifokor bo'lganim uchun malina va smorodinani bir-biridan farqini xalq tilida tushuntirib berishga harakat qilamiz. Xalq orasida qoraqat, ya'ni qorag'at mevasi ruschasiga smorodina nomi bilan aytilgani uchun biz ham smorodina so'zini ishlatdik. Qorag'at, ya'ni qoraqat ruschasiga smorodina boshqa o'simlik bo'lsa, qoraqand ruschasiga barbaris boshqa o'simlik hisoblanadi. Barbaris, ya'ni qoraqand oshga solinadi. Smorodina, ya'ni qorag'at esa oshga solinmaydi. Biz hozir smorodina va malina mevalari haqida ma'lumot beramiz. Smorodina va malina bargi ham foydali dorivor hisoblanadi. Bargini organizmga ta'sirini kanalimizda berganmiz, eshitishingiz mumkin. Birinchi, smorodina mevasi siydik haydab qondagi kasallik chaqiruvchi zaharlarni organizmdan chiqarib tashlash hisobiga temperatura sekinroq tushadi. Malina mevasini tarkibidagi salitsillat kislotasi, ya'ni xalq tilida aspirin, bosh miyaga ta'sir qilib, temperaturani smorodinaga nisbatan tezroq tushiradi. Malina siydik haydamagani uchun qondan kasallik chaqiruvchi zaharlarni organizmdan chiqarib tashlamaydi. Ikkinchi, smorodina mevasi siydik haydab qonni kasallik chaqiruvchi zaharlardan tozalab bergani uchun kasalni tezroq tuzalashiga ta'sir qiladi, ya'ni immunitetni bir turni oshishiga sabab bo'ladi. Malina mevasi siydik haydash xususiyati yo'qligi uchun, ya'ni qondan kasallik chaqiruvchi zaharlarni organizmdan chiqarib tashlamagani uchun kasallik sekinroq tuzaladi. Immunitetni bir turni oshishiga ta'sir qilmaydi. Uchinchi, smorodina mevasida vitamin B gruppasi ko'pligi uchun bosh miya nervini ishiga ijobiy ta'sir qilib, nerv ishini tiklanishida qatnashadi. Nerv ishi yaxshilansa, kasallikni tuzalishiga foydali ta'sir qiladi. Malinada vitamin B guruhi haddan tashqari kam bo'lgani uchun nerv ishiga ta'sir qila olmaydi. Demak, nerv orqali kasallikni tuzalishiga ta'sir qilmaydi. To'rtinchi, smorodina qondagi siydik kislotasini buyrak orqali chiqarib tashlagani uchun buyrak kasalliklarida, podagra kasalliklarida ishlatiladi. Malinada esa qondagi siydik kislotasini chiqarib tashlash xususiyati yo'q. Podagra kasalligida malinani iste'mol qilish tavsiya qilinmaydi. Beshinchi, smorodina hech qanday mikrobga ta'sir qilmaydi. Malina esa faqatgina bir turdagi mikrobga, ya'ni tilla rang stafilokokk turiga ta'sir qiladi. Boshqa turdagi mikroblarga ta'sir qilmaydi. Oltinchi, smorodinani ta'mi, ya'ni mazasi uncha shirin va yoqimli emas. Inson kayfiyatini ko'tarishga ta'sir qilmaydi. Malinani ta'mi, ya'ni mazasi yoqimli va o'ziga xos yoqimli hidi ham bor bo'lib, inson kayfiyatini ko'tarishga ijobiy ta'sir qiladi. Yuqorida berilgan ma'lumotlardan har kim o'zi xulosa chiqarib olsin. Fikr va mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldirsangiz xursand bo'lamiz.